Mana biz boshladik. Bugun mana rasmga izoh beramiz. Video oxirida rasmlab qo'yamiz. Siz o'zingizning izohingizni kommentga yozib keting. Oldindan rahmat. Yamal, bu futbol maydoni, Kung Fu Panda kastingi emas. O'zingni bosib ol, ukam. Lamin, oyog'ingni u qadar baland ko'tarma, hozir kundining raqamini o'chirib yuborasan-ku. Bellingem deyapti, mening gol nishonlashimni takrorlamoqchi bo'ldingmi? Harakat yomon emas, lekin hali biroz mashq qilishing kerak ekan. Yamal, qaranglar, men Chigalyozda mashqlarni bajaryapman. Bellingem esa hayratda. Bu bola o'zi nima qilyapti? Qarang, Lamin, bu raqsmi yoki pashsha haydayapsanmi? O'zingni qo'lga ol, hali maktabga borishing kerak. Hayratdan og'zim ochilib qolganiga qara. Bellingem fizika qonunlari bo'yicha u hozir yiqilish kerak edi, lekin Trentni o'ylayapti shekilli.